Ko'plab futblogerlar tomonidan tayyorlangan ushbu momiqqina PP desertni men ham qilib ko'rdim. To'g'risi tayyorlashdan avval mazasi qanaqa bo'lar ekan deb biroz o'ylandim. Tayyorlaganimdan so'ng yeb ko'rganimni bilaman, shunaqangi yoqimli, shunaqangi mazali ta'm kelar ekan. Qilganimga va vaqtimga umuman afsuslanmadim. Bizga aytib o'tganimdek, atiga ikkitagina mahsulot kerak bo'ladi. Birinchisi, asosiy mahsulotimiz bu albatta xuddi shunga o'xshagan kattagina o'lchamdagi 4 dona olma. Olmalarni terisini olganimizdan so'ng xuddi shunday kubiklarga bo'lib, olmamizni maydalab chiqamiz. Bir eslatma, desertingiz shirin chiqishi uchun albatta shirin ta'mli olmadan foydalanishingizni tavsiya beraman, chunki ushbu shirinlikka umuman shakar qo'shilmaydi. Barcha olmalarni xuddi shunday o'lchamda to'g'rab olganimizdan so'ng idishga solamiz va ustidan 150 gram muzdek suv quyamiz. So'ng ushbu idishni gazga qo'yib, olmalar yumshagunga qadar yaxshilab pishirib olamiz. Olmalar pishishi uchun 10-15 daqiqa kifoya. Olmalar yumshoqqina bo'lib pishgandan so'ng bir xil massa bo'lguncha blenderlaymiz. Blenderlab bo'lgandan so'ng biroz soviydi va undan keyingina jelatinni qo'shamiz. Ushbu masalliqni tayyorlashda bizga 40 gram jelatin kerak bo'ladi. Endi pishiriqni eng qiyin jarayoniga o'tamiz. Bu albatta mikserlash. Nima uchun qiyin? Sababi mikserlab xuddi shunday oppoq holatga keltirgunga qadar meni qo'lim to'g'risi xizmat ko'rsatish doirasidan tashqariga chiqib ketdi. Albatta sabringiz yetsa, mana shunday qo'l mikserida 20 daqiqada xuddi shunday oppoq ko'pikli holatga kelishi mumkin. Agar sizda katta mikseringiz bo'lsa, xuddi shunday holatga keltirguncha sizga 10-15 daqiqa kifoya. Bitta narsaga e'tibor berishingizni istardim. Faqatgina eng yuqori tezlikdagina shunday holatga keltirish mumkin. Massa tayyor bo'lgandan so'ng xohlagan idishingizga albatta pergament qog'ozini solib ustidan quyasiz va pishivoy plyonka bilan ustini yopib, toqat kunga qadar xolodilnikka solib qo'yasiz. Tarkibida jelatin bo'lganligi uchun sovushi bilanoq muzlatgichga solganingizdan so'ng 10-15 yoki 20 daqiqada bemalol kesib iste'mol qilish holatida bo'ladi. Mikserlashga erinmasangiz, umringizda bir marta bo'lsa ham ushbu desertni tayyorlab ko'ring, chunki mazasini yeganingizdan so'ng qilgan mehnatingizga umuman achinmaysiz. Desertimiz tayyor bo'ldi. Xohlasangiz shundoqligicha bo'lib yeyishingiz yoki pichoqda men kabi kesib iste'mol qilishingiz mumkin. Tarkibini ta'riflashga til ojiz. Albatta buni o'zingiz tayyorlab ko'rsangizgina bunaqa momiqqina, shiringina desert atiga ikkita mahsulotdan tayyor bo'lishini his qilasiz. Tayyorlanishi biroz vaqt olsa-da, ammo bir zumda yeb tugatiladigan ushbu desertda kaloriya juda ham kam, temir moddasi ko'p. Shunday ekan, faqatgina foydali desertlarni siz bilan o'rtoqlashga harakat qilyapman. Tayyorlab ko'ring, yeb ko'ring, yoqsa yerliklarga ham ulashib qo'ying. Hurmat bilan, Qunduzxon Abdullayeva. Fikrlaringizni izohlarda kutaman. Like qo'yish esingizdan chiqmasin.